Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan doktor Jonizoqov. Bugungi mavzuyimiz quloqdagi shovqin haqida gapirib o'tmoqchi edim. Aynan o'sha juda bir zlobniy ruschada, o'zbekchada jahldor podpischiklarimizdan bizga demak gapirilgan gap. Seni o'sha biliming yetmayapti, sen telefon nomering hech kimga kerak emas. Bizga uy sharoitida qanday qilib davolash kerakligini o'rgat deydigan odamlar uchun bu o'sha video aynan mana shunaqangi fikrlab YouTube'ga izlab hozir shu videoni ko'rayotgan odamlar uchun. Nima uchun uy sharoitida buni davolab bo'lmaydi, quloqdagi shovqinni degan ma'nodagi narsa. Endi quloqdagi shovqin qachon yuzaga keldi? Bir hafta bo'lyaptimi, 10 kun bo'lyaptimi, 1 oy bo'lyaptimi? O'shanga qaraladi davolash usuli. Ya'ni bizda shunaqangi case bo'lgan. Bu nima degani case? Bu holat bo'lgan. Oldimizga demak 25 yashar kelinchak kelgan. U aytayapti, o'sha Surxondaryodan, Termiz shahridan aytayapti, doktor deyapti, men boshqa doktorlarga bordim deyapti. Quloqda shovqining burundan deb aytdi dedi. Burunni operatsiya qildirdim dedi. Burunni operatsiya qildirganimdan keyin o'sha 1 oydan keyin vasстановление bo'ladi. Sal qolganday bo'ldi dedi, lekin yana bir xil turibdi dedi. Keyin 6 oy mobaynida u yoqqa borgan, bu yoqqa borgan, u vrachga borgan, bu vrach. Hozir biza vrachni yomonlash niyatimiz yo'q. Hech kimni yomonlash niyatimiz yo'q. Prosta o'sha uy sharoitida demoqchi bo'lgan odamlar haqida aytmoqchiman. Borgan, bu yoq qilgan, bu yoq qilgan. Xullas kelyapti oldimizga. Kelgan paytimizda men uni ko'ryapmandagi surdolog vrachga yuboryapman. Surdolog vrach menga bu yerda demak o'sha sensorineural eshitish pastligi deb beryapti. Ya'ni quloqdagi shovqinning sababi bu ulit o'sha ichki quloqdagi muammo tufayli yuzaga kelgan. Agarda o'sha kelinchak vaqtida, paytida bizga murojaat qilganida edi, balki bu shovqin yo'q bo'lib, umuman yo'q bo'lib, davo muolajalaridan keyin, ya'ni puls terapiya va hokazo bizlar muolajalarimiz bor. O'sha muolajadan keyin o'zgarish bo'lar edi. Lekin afsuski, hattoki vrachlarga borib ham o'sha davo topolmagan. Tushunyapsan? Ya'ni bu yerda gрамотный yondashish kerak bu narsaga. To'g'ri, gohida shunday bo'lib qoladiki, puls terapiya ham yordam bermasligi mumkin. Lekin sizda ikkita yo'l bor. Umuman yordam bermaydigan yo'l bor, umuman yordam bermaydigan. Ikkinchi yo'l esa yordam berish mumkin va qisman yordam berish mumkin bo'lgan yo'l bor. Ya'ni qisman o'sha holatdan siz qutulasiz yoki butunlay qutulib ketasiz. Qaysi birini tanlaysiz? Umuman yordam bermaydigan yo'l bu uy sharoitida davolash degan yo'l. Siz bu videoni ko'rayotgan odam, mana shu ataylab shu videoni nomini uy sharoitida bepul deb yozganmiz. Sababi o'sha insonlar bu videoni bir 100 mingta odam ko'rsa, o'sha 100 mingtadan 10% odamginani ham biz, hattoki 1% odamni ham biz qutqara olsak, biz uchun bu juda katta natija bo'ladi. Sababi 90 mingta, 80 mingta odam juda aqlli odamlar bular. Bular o'zlari biladi. Bular doktordan ham zo'r. Bular o'zlari biladi. Deydi, bu doktor hech narsani bilmas ekan. Bu doktor faqat bidir gapirishga bor ekan. Bu undan ko'ra bitta mashhur doktorimiz bor. O'sha doktorni ko'raman YouTube'dan yoki palonchi tabibni ko'raman, psixologik tabibni ko'raman, shundan foyda olaman deb o'ylaydi. Biz YouTube'dan kasal davolaydigan doktor emasmiz. Biz realniy kasallarni ishlaydigan doktorimiz. Bizning farqimiz shunda boshqa vrachlardan. Ya'ni biz deganda men o'zim nazar tutyapman. Ana shunaqangi insonman men. Men haqiqiy kasalni davolaydigan odamman. Shuning uchun men tajribam bor bu bo'yicha. Nima bilan tugashini bilaman bu narsa. Mana shu kelinchak bo'ldi endi, все endi. Davolab ko'rdik, qisman tuzaldi. Qisman shovqini pasaydi, bemalol endi hozir yura olyapman. Bo'lmasa umuman yura olmayotgan edim deyapti. Ya'ni bu yerda o'sha doktorga borgandan tashqari unga gрамотный yondashish ham juda muhim.
Hozir biz vrachlarni yomonlamayapmiz. Vrachlar ikkinchi darajali. Ular ham qo'ldan kelgan ishni qilgan. Hammasi o'sha kerakli dori muolajalar yozib bergan. O'sha neurosensorial to'g'risida yoziladigan dorilar yozib bergan ularga, ya'ni ko'rsatyapti. Mana bu narsalar yozdi doktor deb shuni ko'ryapman-da. Buni o'qigan, qisman yordam bergan ular ham, lekin biz kelgandan keyin puls terapiya hech kim qilmagan. Biz puls terapiya qildik. Va undan keyin albatta o'zgarish bo'ldi. O'sha transimpanalni inyeksiya deydi. Ana demak boyagina gormonni demak qiloldi bevosita ichiga yuborish. Mana shunaqa yaxshiroq foyda beradi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan gapim shundaki, bu yerda masala juda ham og'ir. Eng muhimi bemorni o'zini masalasi juda og'ir. Bizga kelgunigacha ular og'ir holatdan keyin kelishadi. Ya'ni 3 ta, 4 ta, 5 tagacha doktor kelganini ko'rilgandan keyin kelishadi. Men o'zim hali juda yosh vrachman. Hali endi asta-sekin ko'tarilayotgan vrachman. Men o'zim shunday deb hisoblayman. Ya'ni juda ham yosh vrachman va bitta narsa aytib o'tmoqchimanki, men bu bilan juda bilimli vrachman. Hech kim davolanmaydigan kasalliklar davolayman degani emas bu narsa. Meni ustozlarim bor. O'sha ustozlarim yo'l ko'rsatadi. Men undan, bundan, u yoqdan, bu yoqdan meni ustozlarim zo'r bo'lgani uchun, shu uchun ham kasallarimni, bemorlarim natijalari Xudoga shukr zo'r. Va eng muhimi men niyatim to'g'ri. Shu uchun ham Xudoyim natija beradi bizga. O'sha siz buni ko'rayotgan negativ kommentator, negativ inson. Siz shunaqangi inson bo'lganingiz uchun ham mana shunaqa qilib tuzalmay yurasiz. Bu yoqda u yoqqa borasiz, bu yoqqa borasiz, o'zingizcha bizni yomonlaysiz, bu hech narsani bilmas ekan, sen telefon nomini hech kim kerak emas ekan deysiz. Lekin siz mana shunaqa qilib yuraverasiz. Sababi siz juda aqllisiz. Inson kasallikni davolash uchun avvalo kasal ekanligini bilib olish kerak. U borib chisnok suvini qo'yib yoki piyoz suvini qo'yib yoki ilon zahrini ichib yoki yana boshqa narsalar qilib yurish u ham kerak. Lekin me'yorda kerak. Hamma narsani olib quloqqa qo'yib, hamma narsani olib burunga qo'yib, mo'miya bir narsalar qo'yib, internetda har bitta narsaga ishonaversangiz, u bo'laveradi. Любой odam aytishi mumkin sizga. O'sha siyib turib, siydigingni ich desa, hattoki o'sha odamlar qiladi ham shu narsani. Ha, foyda bo'ldi deydi. Qanday qilib foyda bo'ladi? Siyib turib siydigini ichish, misol uchun. Bu вообще gigiyenik nuqtai nazardan umuman bir noto'g'ri narsa. Lekin o'sha odamlar qiladi. Bu boya aytganimdek, o'zini sog'lig'i, bu video o'zini sog'lig'iga befarq bo'lmagan realni gрамотный shifokorda, aynan shifokorda biz mana shu narsa uchun sizni davolash uchun biz o'qiganmiz. Tibbiyot institutida, Samarqand tibbiyot davlat institutida o'qiganman. Mana shu narsa bo'yicha, aynan davolash bo'yicha. Bu meni nonim, bu meni mutaxassisligim. Men bu nonimni halol topishim uchun, nonimni yaxshiroq topishim uchun men o'z ustimda ishlayman. Yanada ko'proq ishlayman. Mana shu kitoblar hammasi mana shu narsani o'rganish uchun, ya'ni bundan tashqari biz til bilganimiz uchun o'sha konferensiyalarda qatnashamiz. Bir yilda kamida 4 marta. Undan tashqari jurnallarda kitoblar, yangi maqolalar o'qiymiz. Eng oxirgi передовой yangiliklarni o'rganamiz har doim. Ya'ni mana shu narsa mutaxassis degani, shu narsa mutaxassis degani. Bu yerda biz izlanishlarni ko'ramiz. O'zimiz qanaqadir bir laborator tekshiruvlar qilmas ekan, lekin birovlar laboratoriya tekshiruvlarini mana vaziyatlar bo'lgan ekan deb ko'ramiz. Ustozlarimiz bilan maslahatlashamiz. Bu bemorni qanday davolasiz, bu bemorni qanday, undan tashqari kollegalarimiz bor. Mana shunday qilib o'rganib ketasiz. Ya'ni 10,000 soat degan narsa bor. Inson bitta narsani qayta qilaversa, u o'sha sohada ekspert bo'ladi. O'sha sohada master bo'ladi, zo'ri bo'ladi. Shuning uchun ham azizlar, yana bir marta aytaman. Uy sharoitida quloq shovqinini davolashga harakat qilmang. Tamom bo'lasiz. Oldimga kelgan paytingizda o'zi foydasi yo'q bo'ladi. Yo'q deyman, o'zi foydasi yo'q. Sizni qilavering bemalol deyman. Bu sizga do'stona maslahat. Demak, bizni manzilimiz
ya'ni kelib davolanaman degan insonlar uchun bizning manzilimiz Samarqand viloyati Samarqand shahridagi Medfat xususiy klinikasi. Ish faoliyatimiz soat 11:00 dan 17:00 gacha har kuni. Yakshanbadan tashqari. Telefon raqamimiz 97 023 15 45. Agarda siz qo'shni respublikadan yoki boshqa O'zbekiston fuqarosi bo'lib boshqa davlatda yurgan bo'lsangiz, Instagram orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Doktor Jonuzokov deb yozsangiz Instagramda biz chiqib kelamiz. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.